Siz yuqorida guvoh bo'lgan ushbu huquqbuzarlik yuzasidan Andijon viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor surishtiruv ishlari amalga oshirilishi natijasida haydovchi aniqlanib, haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.10 moddasiga asosan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, to'plangan hujjatlar Shahrixon tuman sudiga yuborildi. Men Erkin Muhammadjon 60/945 Oqchentani haydovchisiman. Bundan mumkin 15 kun oldin Instagram tarmog'iga video qo'yganman. Qonuniy seriyalarni galki oldab bo'ylarga ta'rifga topganman. Bundan tashqari nomerim yechib harakatlanganman. Peshoblardan nazorat qilganman. Rez nomer yursam topolmaydi deb o'yladim. Men topishda hozir qonuniy chora ko'rishdi. Sizlarga maslahat beraman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Fuqarolarimizga shuni eslatib o'tamizki, xuddi shunday huquqbuzarlikni sodir etganlik uchun sud organlari tomonidan transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yildan 2 yilgacha mahrum qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi.